Tinjimas Uyg'ur diyori. Abdori Christian Taylor. Tarjim qilg'uchi Abdurahmon. Ikkinchi bab. Padişahlar, xonlar va xo'jalar. Davomi. Xan sulolasi g'ulab tushgandan keyin Jungo o'xshamagan millatlar hukmronligidagi ushshaq xonliqlarga parchalandi. Hokimiyat Hephthalites yoki Tarim bo'stonligini 5-asrning oxirigacha kontrol qilgan oq Hunlar, qatorliq turkiy qabilalar va boshqa ko'chman chorvachi millatlarning qo'liga o'tdi. Toki 618-yili Tang sulolasi maydonga kelganga qadar Jungo qayta birlikka kelolmadi. Yangi Xoqon Lishimin qo'ldan ketgan tuproqlarni qayta ishg'ol qildi. 40 yildan keyin Tang sulolasi qo'shinlari Samarqand va Buxoroga qadar keldi. Endi ular janubda Tibetliklar, shimolda turklardan iborat ikki yovvoyi dushmaniga duch kelgan edi. Taxminan milodiy 600-yillarda birlikka kelgan Tibetliklar o'zlarining tog'laridan olqib o'tib, har tarafda qal'a qurdi. Milodiy 662-yili ular Chaydam egizligidagi Kokonorda Jungo qo'shinlarini ig'ir mag'lubiyatga uchratdi. Tibetliklarning asli bir palvon millat ekanligini bugun tasavvur qilmoq tez. Ammo 200 yilga yaqin vaqt ular Jungo askarlari bilan ajoyib shiddatli urushlarni qilib, o'zlarining qorliq egizliklaridan pastga tushib, shimoldagi qumliqlarning kontrol huquqini qo'lga olgan. Milodiy 790-yili Tibet qo'shinlari Mazartog'dagi bir tong qo'rg'inini qo'lga olish uchun Xotan daryosi tarafga qarab ilgirlagan. Holbuki Mazartog' hozir Taklimkonning o'tirsidagi qurib ketgan bir daryo qinida qog'jirab yegona yetimsirab turmoqda. 1 yildan keyin ular yana Urumchiga yaqin Beshbaliqda Xanzu qo'shinlari bilan ularning turk ittifoqdoshlarini yengdi. Tibetliklar bu rayonni 9-asrning o'rtasiga qadar tutib turdi. Ular bu tarixni bugunga qadar xotirlab kelmoqda. 7-asrda Tibet xoni Sonzang Gamboning bir Xanzu maliki bilan to'y qilganlik to'g'risidagi hikoyani Tibetlik bir yozuvchi xotirlagan. 5-asrdan boshlab shimoldan kelgan Hunlar va turklar, Markaziy Osiyodan kelgan avarlar ko'chish yo'lida hammasi g'arbga yuzlangan va bir-biri bilan yo'l talashgan edi. Ko'chish to'lqinidagi musofir qabilalar ichida Qor dengizdan qo'g'lanib, Balqon va Italiyaga haydalgan gotlar, vandallar, Kaul, ya'ni Fransiyaning g'arbidagi qadimiy davlat, tin siqib chiqarilib, Ispaniya va Shimoliy Afrikaga yo'l olganlar va dengiz yo'li bilan qaytib kelib, Rumlarga hujum qilmoqchi bo'lganlar bor edi. Bizning turg'un jamiyatimizga nisbatan o'tmishdagi bu ko'chishlar bir xil tushuniksiz tuyuladi. Garchi Tangirtag'dagi qozoqlar bilan Pamir tag'dagi qirg'izlar fasl o'zgarishiga ergishib ko'chib chorvachilik qilayotgan bo'lsa-mu, ammo haqiqiy ko'chman chorvachi Yevro Osiyoda bugun yo'q. Yevro Osiyoning yer shakli xaritasiga qaraydigan bo'lsak, 46 gradus yoki 48 gradus parallelining ustida shimoliy tarafdagi qumliq belvig'i, tog'lar va dengizlar yaylaq yo'li Mong'oliyadan Fransiyaning shimoliga qarab kengri ochilgan. Har kuni 40 ingliz mili yuralaydigan bir otliq kishi bu musofani 3 oyda tamomlay oladi. Ya'ni Ulan-Batordan Berlingacha bora oladi. Hozirgi ko'chman chorvachilar avval Rossiyadan, ondan Jungodan hech bir miltiq, zambirak va bomba bilan uchrashmayla ravon ketaveradigan, asrlardan beri qo'llanib ko'nib ketgan zo'mgarlik taktikasini yo'qotib qo'ydi. Milodiy 540-yillari atrofida kelib Jungo chegarasini nishonga olgan, dunyoni larzaga solgan yangi hokimiyat ilgari to'nilmagan edi. Xilma-xil qiyofatlardagi turklar keyingi 1000 yilda yolg'iz sharqiy va g'arbiy Turkistonni o'z ichiga olgan Markaziy Osiyoda emas, balki Kavkaz va Anatoliyada hukmron millat bo'ldi.
İstanbulni fethi qilib, hükümranlıqını Balkan ve Şarkı Avrupaga qadar kengaytdi. Türkler ilgari ovchilik ve yeza qishloqlardagi chorvachilarga o'xshash beliqchilik qilatdi. Ularning Sibiriya ve Mongoliyadan kelganligiga nisbatan aytganda, ular keyingi kunlarda saltanat qozongan Mongollar bilan irqiy jihatdan tuqqan keladi. Ularning ismining ma'nosi dobulg'a deganlik bo'lib, ular metallurgiya, ya'ni temirchilikni asosiy kasb qilgan. Hozirgi Mongoliyadagi Ulan-Batorning g'arbidan boshlanib eqib, Bayqal ko'lining shimoliga quyiladigan Orxun daryosi bo'yidagi mangu toshlardan turklar o'zlarining kechmishlarini o'yib yozib, xotirlab qo'ygan runik yoziqni ko'rib olg'ili bo'ldi. Musulmon turk tarixshunoslari o'zlarining ajdodini Nuh alayhissalomning o'g'li Yapasga bog'laydi. Nuh alayhissalomning kemasi Ararat tog'i, ya'ni hozirgi Turkiya bilan Armeniyaning chegarasida. Yanada to'xtaganda dadasi Yapasni bir dona qoshtashi bilan sharqqa yo'lga solgan. Yapasning bir o'g'lining ismi Turk ekan. Bir qancha avloddan keyin rivoyatlarga asoslanganda Turkka miros qolgan bu zamin uning ikki o'g'li Tatar bilan Mo'ng'ul orasida bo'lishilgan ekan. Yahudiylarga o'xshash turklarmi o'zlarini Allohning tanlangan bandalari deb qaraydi. Turk tillar divanining muallifi 11-asrdagi buyuk Uyg'ur olimi Mahmud Qashqariyning ma'lumotiga asoslanganda Turk degan bu ismni Alloh o'zi qo'ygan. Ularni o'zining xos armiyasi qilib, sharqdagi buzg'unchilar, ya'ni xanzularni boshqarish uchun qo'ygan. Umuman bosh barmoqi bilan ishorat qilib, ular maxluqotlarning eng ustunidir degan. Alloh ularga yashash uchun dunyodagi eng esil yerlarni, nafaslanish uchun eng sop havoni in'om qilgan. Undan boshqa diqqat qilsangiz, ulardagi go'zallik, marhamat, yaxshi axloq, do'stlik, sadoqat, taqvodorlik, vafodorlik, xushfe'llik, oliyjanoblik, qahramonlik qatorliq maqtalgan xislatlarni ko'ra olasiz. Mahmud Qashqari Pamir tog'ida turib nazar solganda ko'rgili bo'lgan go'zal bo'stonliq Qashqardagi Opalga dafn qilingan. Xalq uning uchun esil maqbara qotirgan. Tunji Türk xonligining ikki o'g'il bir tuqqan tarafidan qurilganligi haqiqiy tarixga yaqin holda Orxun daryosi bo'yidagi mangu toshlarga o'yib yozilib xotirlangan. Ustimizda egiz ko'k osmon va ostimizda beg'irrang tuproq yaratilgandan keyin bu ikkisi orasida inson o'g'li yaratilgan. Butun odam o'g'illarining ustida mening ota-bovam Bo'min xon bilan Istami xon bor. Ular yetib boralganligi yerning hammasini bo'ysundirishni niyat qilgan va 552-yildan 744-yilgacha bo'lgan aralıqda doirasi Mongoliyadan boshlab G'arbiy dengiz, ya'ni Kaspiy dengizi, G'icha va Jungo chegarasidan boshlab Vizantiya imperiyasigacha bo'lgan kengri territoriyani o'z ichiga olgan bir imperiya qurdi. Holbuki 581-yili bir oila o'tirisidagi adovat tufayli sharqiy turklar va g'arbiy turklar deb ikkiga bo'lindi. Tang sulolasidan ilgariki umri qisqa suy sulolasi yashagan bir tarixchi turklar bir-biri bilan chiqishib birlikda yashash qaraganda bir-birini vayron qilishni yaxshi ko'rdi. Ularda bir-biriga dushmanlik qilishib, o'zaro o'ltirishadigan 1000, yo'q 10,000 qabila bor. Ular o'ltirilganlar uchun qattiq qarliq tutadi va intiqom olishga qasamyod qiladi deb alohida xotirlagan. 19-asrning oxirida yashagan Dan Wilhelm Thomson izohlab aytadiki, Orxun obidalarining avtori bularning turklarning savallik ekanligini e'tirof qilgan. U tushundirdiki, bu yerda bir mazgil nodon hukmdorlar va qobiliyatsiz amaldorlarni quruq maqomlar bilan eziqtiradigan hiylagar va aldamchi xanzularning yo'lishi va quturtishi bilan qolaymaqonchiliklar bo'lgan. Isilzodlarning o'g'illari qul,
Әтіва qizlari cho'ri bo'lgan. Jungo bilan munosabatlar o'zgarib turadi. Har zamon ipakka ot tegishish, o'lpon topshirish va urush to'xtatib, xon jamoati bilan sirliq holda qudalashishdan keyin tuyuqsiz hujum qilish va intiqom olish harakatlari ko'rilib turadi. Jungoliklarning turklarga hech kuchi yetmagan chog'da yaqindagi sharqiy turklarni texmi yaxshi kontrol qilish uchun Tarım o'ymonligining hukmroni uzoqdagi g'arbiy turklarga do'stlik qo'lini uzatishdan iborat eng yaxshi diplomatiya usulini qo'llanadi. Bu Xan sulolasi zamonasidagi taktikaning takrorlanishi bo'lib, o'z vaqtida ular yaqindagi hunlarni kontrol qilish uchun Iroqdagi yo'jilarni aldab keltirib olgan edi. Ammo o'zlarining yangi Tang sulolasi kuchlangan chog'da Jungoliklar 630-yili sharqiy turklarni mag'lub qila oldi va 30 yildan keyin Tarımni g'arbiy turklardan tortib oldi. Xinjiang 5 yoki 6 ma'muriy rayonga bo'lindi. Kuchada ta'sis qilingan tutuq mahkamasi yerlik amaldorlarni taftish qiladi va strategik joylarga mudofaa qo'shini o'rlashtirilgan. Jungoliklar bu yerni Anshi, ya'ni tinchitilgan g'arb deb ataydi. Ammo odatda bu g'arb uzoq vaqt hech tinchimadi. Milodiy 680-yili turklar qayta qo'zg'aldi. Iltirish ismli boshliqi ularning ma'naviy safosida ko'z ko'rinarlik yangilanishlar paydo qilgan edi. Uning qo'shini ichida Tunuyuquq otliq dangliq bir vazir bo'lib, bu vazir Budda dini va Daojo dini qo'rqinchoqlarning dini. Bizga o'xshash palvonlarning emas. Turklar faqat suv va yeshillikni bo'ylab ko'chman chorvachilik qilish orqali yashab qola oladi deydigan pragmatist millatchi edi. Iltirishning o'g'li Belga dadasining harakatini tasvirlab mundaq deydi. Xoqon dadam 17 kishi bilan qo'zg'aldi. Bu gap tarqilish bilan dadam qo'shin tortadiganligini jakarladi. Yaylaqdagilar taqqa chiqdi va tog'dagilar pastga tushdi. Hammaylar to'plandi. Ular 77 kishi edi. Tangri ularga kuch-quvvat berganlik uchun dadamning bilaklari bo'rininkidek edi. Ularning dushmani bo'lsa qo'ydek yavash edi. Sharqqa, ya'ni Manjuriyaga va g'arbga, ya'ni O'zbekiston va Uyg'uristonga qo'shin tortdi. Dadam xalqni to'plab, ularni jasoratlantirdi. Yig'ilgan kishilarning soni 700 edi. U 47 qitimliq yurishga boshchilik qildi. 20 qitim g'alaba qildi. Har qancha botir bo'lsa-mu, turklar Tang sulolasi armiyasining raqibi emas edi. Ammo hozir shaxmat taxtasining markaziy Osiyo tarafiga yordam uchun bir damga kelib qo'shildi. Bu arablar edi. Arablarning kelishi g'arbda Jungoning tarixiy yo'nalishini o'zgartirishda katalizator bo'ldi. Pamir tog'larining etaklarida paydo bo'lgan arablarning yo'lboshchisi Payg'ambar alayhissalom va Qur'on Karim edi. Muhammad alayhissalom bundan 100 yil burun, ya'ni 632-yili vafot bo'ldi. Arablar Qutayba ibn Muslimning qo'mondonligida allaqachon G'arbiy Turkistonni fath qilib bo'lgan edi. Buxara 712-yili, Farg'ona 713-yili fath qilindi. 750-yili Jungoning Xinjiang turishliq ombili Gaoshanji Farg'ona bilan Toshkentning xonlari o'tirisidagi jidalga o'ylamayla aralashib qilib, ularning ochiqini keltirib qo'ydi. Ombal Gao tog'larni kesib o'tib berib, Toshkent shahrini oldi va shahar boshlig'ini o'ldirdi. Shahar boshlig'ining o'g'li Samarqand qochib berib, yordam talab qildi. Gao arab qo'shinlari bilan qarshilashdi. 800 yil burun Rum askarlari asir elingan yer Talas daryosi bo'yida, ya'ni Toshkentning shimolida, hozirgi Qozog'istonda. Ombal Gao turk qo'shinlarining yordami bilan arab qo'shinlariga taqobil turdi. Ammo eng oxirida turklar arablar tarafga o'tdi va
Jungo qo'shinlari mag'lub bo'ldi. Gerçi Talas urushi cho'ng bir urush bo'lmasmi, ammo u mo'lcharliksiz cho'nqir ahamiyatga ega. U Jungoning g'arbini egallash qarinitini bitchit qilib, Sharq Turkistonni keyingi 1000 yil ichida uning olqinidan qutuldirdi. Ba'zi tarixchilar munozir qilib aytadiki, Gavshanjining g'arbi turk Qaraxon hukmronligining qoldiq kuchlari bilan apillashishi tufayli islom va arablar bilan qarshilashgan jiddiy urush kelib chiqqan. Agar bu to'g'ri bo'lsa, undaqda bugun Beyjingning beshini og'ritayotgan musulmonlar masalasini dal jungolik amaldorlar ehtiyotsizlikdan o'zlari keltirib chiqargan. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Talas urushi madaniyat taraqqiyotiga ijobiy to'hfa qo'shgan. Urushda asirga tushgan jungoliklar orasida qog'oz yasovchilar bor edi. Qog'oz yasash texnikasi urushdan keyin ular orqali islom dunyosiga va Yevropaga tarqalgan. Natijada arablarning g'alabasining harbiy jihatga qaraganda madaniyat jihatdan ko'proq bo'lganligi isbotlandi. Ular bir turk sulolasi, ya'ni Qashqar va Olti shahar, ya'ni Tarimdagi Olti shahar ning hukmroni Qarxonlar tarafidan keyniga yondirildi. Qashqar va Olti shaharda hozirmi Bug'ra, ya'ni erkak tuga va Arslan, ya'ni Shir ismini ularning avlodlari qo'llanmoqda. G'arbliklar turk atalg'usini Yavayi degan so'z bilan birga tilga ilishga moyil. Ammo Osiyoda turk demak ittifoq va bir o'rtaq tili bor millatga vakillik qiladi. Turklarning madaniyati alohida murakkab bo'lib, bu Markaziy Osiyo tarixida hal qiluvchi rol o'ynagan. Biraylan qo'shimcha qilib, Osiyo va O'tir Sharqda, ya'ni turklardan boshqa bugunga qadar nurg'unlagan hukmronlar bor edi desa, buning har holda ozroq sababi bor. Ya'ni buni panturkizmning qayta tirilishidan qo'rqqanlar deydi. Jungo hukumati shu qo'rqayotganlardan biridir. Har qaysi turk oymoqlari ichida biz bu kitobimizda asosliq bayon qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlar alohida ko'zga chiliqidi. Milodiy 744-yili Uyg'ur qabilasi 10 guruhini o'z ichiga olgan holda 9 qabilaning birlashmasi bo'lgan Sharqiy turklarning rahbarlik huquqini qo'lga oldi. Ular Orxun daryosining yuqori iqimidagi Balasag'unni yangi poytaxt qilib bekitib, muqim va madaniy bir hayotga yerlashdi. U kunlarda Uyg'urlar ismining ma'nosi birlashguchi, egashguchi yoki qo'llag'uchi deyilgan bir alohida guruh edi. Bugungi zamonda bo'lsa, Uyg'ur deganlik Tarimda yashaydigan Mo'ng'ul, Qozoq, Qirg'iz, Tojik va albatta Xanzu emas, barliq aholini ko'rsatdi. Qarxonlar sulolasining 13 xoni ichida 7si Xanzu malikalarini xotinlik qilgan. Uyg'ur xonlar xuddi Xanzu xoqonlarga o'xshashla o'zlarining muqaddas bir huquqi borligiga ishongan va o'zlarini Tangri-xon deb atagan. Jungoning ilgirki qo'shnilariga o'xshash Uyg'urlar o'zlarining bo'ysundirilmaganligidan ko'ngli xush. Xanzular amaliyotda savdo ishlarida qo'shnilariga beqingan va ba'zida ularning himoyasi ostida yashagan bo'lsa-mu, ammo yuzi tushib ketishdan qo'rqib, qo'shni davlatlarning o'ziga ulpon topshirganligini so'zlaydi. Hadiya almashtirish, ya'ni Xanzu malikalarining moyiti da savdo bilan diplomatiya o'tirisidagi chek-chegarini tasvirlash qiyin. Dunyoda bundan boshqa shuncha kuch sarf qilib, qo'shnilarga sovg'a taqdim qilib, sovg'ani siyosiy qurolga aylantirgan bundaq bir davlat texi bo'lmasa kerak deb yozgan bir tarixshunos. Yavayilarga buncha ko'p miqdorda hadiya berishda jungoliklarning maqsadi ularni aysh-shirat va kayf safoda chirtish orqali qabilalar orasidagi ittifoqni buzish edi. Ko'chman chorvachilar Xoqon oldida qulga o'xshash bosh cho'kirib ta'zim qilishdan yiroq holda faqat donolik bilan elchi avatdi. Bu ish ko'p bo'lgan sari jungoliklar ko'p chiqimdor bo'ldi
va elchilarni mehmon qilaverishdagi ziyonlarga sabr qilishga toqat qolmay, boshqa bir chora o'ylashga majbur bo'ldi. Uyg'urlar alohida chidamliq edi. Otlarga ipak, yung, kiyim-kechak, qoral va choy tegishdi. Ular tang davlatidan vaqirab yurib tortib olatdi. Buni jungolik tarixchilarning ulpan deb atig'ini haqiqatan bir voyaga yetgan san'at, ya'ni o'ydirmadir. Siyosiy qudilishga kelsak, bu Manjular zamonasigacha kengre umumlashgan bo'lib, Xotan podshohi uchun to'qonliqqa avatilgan jungolik malikining checha orasiga yoshirib olgan pila qurti bilan üzüm yo'pirmoqini o'g'irliqcha to'shib, zamonlardan buyanqi eng cho'ng to'qimchilik maxfiyatligini sirtqa oshkorlab qo'yganligi haqidagi balki yolg'on hikoyani hamma kishi biladi. Ba'zida Tang sulolasi hukumati Uyg'urlardan yordam so'ragan. Ular ikki qatim Tang xoniga yordamlashib, poytaxtini Tibetliklardan qaytarib olishib bergan. 762-yili Uyg'ur askarlar Jungoning poytaxtida o'rlashib, bir zo'r ichki to'plarni tinchitishga yordamlashgan. Ular butun bir qish u yerda yetib qopib, dukkanlarni bulg'an va yerlik puhrolarga chaqilganlik uchun eski nom olgan. Poytaxt ziyoratidagi Uyg'ur xon g'arbdan kelgan bir mani diniy tarqatquchisi bilan ko'rishgandan keyin bu dinga kirgan. Din jihatdagi o'zgarish ko'z qarash jihatdagi o'zgarishni elib keldi. Xonning mani diniga kirishi yilnamik bitildi. Kishilarga nur dinini qabul qildirayli. Odamlar o'layotgan bu mamlakat yaxshi ishlar qilinayotgan bir podshohlikqa aylansin. Hozir hammaylan yoki hech bo'lmaganda poytaxt yashaydigan Uyg'urlar xondan o'rnak oldi. Xalq mo'tvarlarni asabiylarcha taqlid qildi. Go'sht yeydigan odatini tashlab, ko'ktat yeydigan bo'ldi. Askar boshliqlari xolamagan bo'lsa-mu, ammo sehrgar palchilardan ta'lim olishni va paltashlari bilan pal ichishni qizg'in davomlashtirdi. Mani dini Sog'diyona, ya'ni hozirgi O'zbekiston, din musofirlari bilan birga keldi. Bu dinni milodi 216-yili Mesopotamiyalik rassom Mani maydonga keltirgan bo'lib, bu din Budda dinining ta'siriga kuchli uchragan. Uning aqidasida yaxshilik bilan yomonlik barobar va qarama-qarshi kuchlar bo'lib, yaxshilik ruh va nurga, yomonlik bo'lsa modda bilan qorong'ulikqa barobar. U g'arbda bid'at deb qaralgan bo'lsa-mu, ammo sharqda Budda dini ta'siri kuchli bo'lganligi uchun oson holda qabul qilingan. 779-yili Tang sulolasi Xaqani Tang Taizong o'lganda, Sog'diyonlar Uyg'ur xonini fursatdan foydalanib Jungoga hujum qilishgan degan. Xonning navra akisi Tunbaga xonni o'ltirib, taxtdan tortib oldi. Ammo Uyg'urlar urushlarda yengilishga boshladi. Tunbaga o'lgandan keyin naib podshoh muhim oldingi baza Beshbaliq, ya'ni hozirgi Urumchiga yaqin shahar. Bu yerda Jungoning tutuq mahkamasi bor. Tibetliklardan qaytarib olishga uringan bo'lsa-mu, asrning oxirida mag'lub bo'lib, yuzi tushib ketdi. 839-yildagi qattiq sovuq bir qish faslida balo qazoning bishorati deganni sabab qilib, Uyg'urlarning uyida boqqan qush hayvonlarining hammasi o'ltirib tashlandi. Keyingi yili qo'zg'olonchilarning boshlig'i xonga osiylik qilib, qo'shna qirg'izlarni chaqirdi. Qirg'izlar hozir nasli tugagan cho'ng pil terisi va dengiz pilchishi savdosi qiladi. Ularning asli makoni bugun yashayotgan Pamirdan uzoqdagi Oltay tog'lari edi. Ular xonni o'ltirib, poytaxtga hujum qilib, hukumatni yo'q qilib, shimoldagi Uyg'ur xonligiga xotim berdi. Bu xonlikning g'ulab tushishida tinchlikparvar mani dini rol o'ynadi. Yana boshqa sabablar bor. Ya'ni yangi madaniyatga moslasholmaslik, yezi bilan shahar o'rtasidagi cho'ng farq, o'rtadagi kayf sapo va tibetliklarga o'xshash
parakandichi düşmanlarning qalaymaqanchiligi qatorliq. Uyg'urlar undaq oson yo'q bo'lmadi. Amaliyotda ularning Şinjangda eng muhim ta'sirlari bor edi. Mong'oliyadan qo'g'langandan keyin ular janubga yo'tkilib, Gansu bilan Turpanga keldi. Gansu va Turpan 760-yildan boshlab ularning kontroli ostida bo'ldi. Ular Turpan o'ymonliqidagi Qo'choda yangi poytaxt bino qildi. Yerlik Hindi Yevropa madaniyati va Budda dinini qabul qildi. Gerçi bizning ko'rganimizdek, ularning boshlig'i Mani diniga kirgan bo'lsa-mu, ammo nurg'un ishlarda, bo'libmi beshini qotirgan masalalarda ular Nestorian xristianligini tanladi. Xristian dinining bu mazhabi 5-asrdagi Konstantinopolning patriarxi bo'lgan Suriyalik episkopning Xristosning biri insoniy, biri ilohiy ikki tabiati bor degan ta'limotni asos qilgan. O'zlarining Kisfon, ya'ni hozirgi Bag'dodga yaqin, dikki cherkovlardan bid'atchi atilib qo'llangan. Bu xristian mazhabi Ironliklar va Mani dinini elib kelgan So'g'diyona savdogarlari orqali Ipak yo'lini bo'ylab Jungoga tarqalgan. Qo'cho dini rasm va yoziqchilikning markazi bo'lgan. 1904-yildan 1905-yilgacha Qo'choda qizish elib borgan Albert von Lecoq xristian qo'lyozmalarining eng esil nusxalarini bayqalligini va turpanliqlarning ajdodlarga o'xshash butunlay g'arbcha madaniyatga ishonganliklarini tasvirlagan. 10-asrdagi Qo'cho Uyg'ur xalqidagi Jungo Song sulolasi elchisi Wangda Uyg'urlarning ko'p odatlarining yanala ko'chman chorvachilik chig'idikiga o'xshaydiganligini yozgan va mundaq degan: boshqa puhralar qo'y go'shti, o'dak go'shti va g'oz go'shti yeganda esilzodlar ot go'shti yeydi. Muzika jihatda ular mandolinning bir turi bo'lgan tambur va dudtar chaladi. Otqa minishni va o'qiya etishni yaxshi ko'rdi. Uzoq safarga chiqqanlar soz chalg'ularni birga ilib olishni hargiz unutmaydi. Bu podshohlikda och-yalang'och kishi yo'q. O'zining holidan o'zi xabar ololmaydiganlar uchun ijtimoiy farovonlik ishlari bor. Bu yerda uzun umr ko'rganlar jiq. Wangda yana bu yerda taxminan 50 butxona va bir Paris rohibining igdorchiligidagi Marvayit ibodatxonasi nomidagi bir Mani dini ibodatxonasining borligini qistirib yozgan. 2 qismi tugadi.